Allo, yaxshimisiz? Qarayman, ana uchastkalarimdan bittasini sotmoqchi edim. Shunga suvdan qarzi yo'q degan ma'lumotnomami, spravkami shunga o'xshagan narsa kerak ekan. Ha, endi siz viloyat vodokanalida falon lavozimda ishlaydigan odamsiz-ku. Shuni tezroq hal qilib bering. Davay, tezlating, keyin menga aytasiz. Odatda biz o'z muammolarimizni mana bunday yoki mana bunday usulda hal qilishga o'rganib qolganmiz. Lekin yuqoridan tanishi yo'qlar va mana bunga imkoni yo'q insonlar bor. Keksalar, nogironlar, ertangi kunini yaxshilashni to'liq davlatga ishongan oddiy odamlar bor. Ular nima qilish kerak? Eslab qoling, 71 kodi bilan 202 14 14. Bu Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida tashkil etilgan maxsus call centerning raqamlari bo'lib, istalgan ish kunida tizimga oid istalgan savollarni yo'llashingiz mumkin. Call centerga kelib tushgan murojaatlar va ularning yechimlari jamiyat direktori tomonidan nazorat qilinadi. Unutmang, dunyoni o'zgartirishdan oldin dunyo qarashimizni o'zgartirishning fursati yetmadimikin? 202 14 14. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati suv ta'minoti bilan bog'lanadingiz. Eshitaman, hurmatli iste'molchi. Hurmatli iste'molchi, sizning murojaatingiz bo'yicha hudud inspektori siz bilan albatta bog'lanadi. Salomat bo'ling.